Feri bilan bratni olayotganmiz, Muzaffar akani olay. Aka, uy quryapsiz. Necha yildan beri aka? 5 yil bo'ldi. 5 yil. Maza qilyaptimi olgan odamlar? Ha, hali olganda. Mirzo Ulug'bek tumanida, mana bu Uchqo'z mahallasida Muzaffar aka uy quradilar. Bu yerda 3 yildan beri quryapman deyaptilar. Xullas, mana bu yerda qayta uy quryaptilar. Bitay deb qo'yapti-da. Nima deyapti bu to'y? 2 sotuvga tushgan. Yangi hovli, ziloniy zonalar bilan 3 уровень. Xullas, mana bu yerda ziloniy zonalar bo'ladi. Mana bu yerda, mana bu yerda parkovka bo'ladi. Aka, narxiga necha pul deysiz narxi? Gaplashamiz yana. 300 deyaptilar. Жилой площади qancha aka? Hisoblamadingiz. Xullas, menimcha где-то 250 dan oshadi-da. 300 ming bilan полный под ключ bitiraman deyaptilar. Xullas, ichkariga kirdik. Mana bu yerda kirganimiz bilan bizda kuxnya bo'ladi. Hozir mana bu строительный процесс ketyapti. Zal. Bizda mana bu родительский spalnya o'zini alohida sanuzel bilan mana bu yerda gostivoy sanuzel bo'ladi. Tepaga chiqamiz sizlar bilan. Hozirgi mana shu holatida rang tanlashlaringiz mumkin. Katta plus deb o'ylayman-da. Xullas, tepada mana bu bitta birinchi xona o'zini alohida sanuzeli bilan. Assalomu alaykum, uzunmisizlar? Evet. Mana bu yerda общий sanuzel. Mana bu yerda bitta xona. Assalomu alaykum. Mana bu yerda 3 ta. Pastakisi bilan 4 ta xona bo'ldimi? Voy, mana bu yerda yana bitta xona. Agardaki katta farzandingiz bo'lsa, alohida yashagisi kelsa, mana shu tomga Karlson qilib qo'yasizlar, maza qilib uchib yuriydi. Mana bu terrasada. Yo. Bitta xona. Ikkinchi xona o'zini alohida sanuzel bilan. Nima deyapti? Ikkita xona tepada. Demak, 5 ta bizada bo'lyapti uyning ichida, plus yana ikkita tashqarida, mana terrasada. 6 ta. 7 ta zal bilan 8 ta xona. Xullas, proyekt vashi mashneyshi.